Va hammaga salom bo'lasizlar bilan Streamuz kanaliga xush kelibsizlar. O'ylaymanki videomiz demak yaxshi ishlayapti va hammasi zo'r demak. Bugun demak videomiz ozgina o'zgacha bo'ladi. Chunki men hozir shu videoni bolalar soat 4 kechasi to'g'risam uxlaganim yo'q. Uyqum nimagadir yo'q bo'ladi, uyqum kelmayapti. Endi soat bir 7 larga bir uxlasam kerak, 5 largami. Qisqasi bo'ldi, bugun bir anarxiya server topdim bo'ldi. Mana shu anarxiya serverini bugun sizlarga shu kirib, bugun demak ko'ramiz sizlar bilan. Serverda odamlar bo'ladimi, yo'qmi? Bugun hammasini tekshirib chiqamiz, qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar kiritilganini hammasini birin-ketin sizlar bilan birgalikda bugun ko'rib chiqamiz. Ha, yana bir narsa bo'laman. Mana bola rostdan ham bola kechqurun mana ko'rishingiz mumkin domla. Qisqasi bola qaranglar. Demak bizning bugungi serverimiz mana bu server bo'ladi. Mana sizlar ko'ryapti IP'si bilan. Va sizlarni aldamayotganim uchun mana soatni ham ko'rsataman bolalar. Soat bizda real soat 4 bo'la 17 mana 24-noyabr bo'la. Mana shunaqa demak kechida bugun sizlar bilan video demak olamiz. Demak bu narsa nima qilamiz? Boshlaymiz. Ha, yana bir narsa aytish esdan chiqmasin bolalar. Hammalaringizga katta rahmat deyman. Что nima desam ekan? Sizlar o'tgan safar videomizda bolalar 400 like yig'dingizlar, masalan 200 like yig'inglar degandim, lekin sizlar 400 yig'dingizlar. Hammalaringizga katta rahmat deyman va va'da berganimdek, Collapse serverida biz donat o'ynatdik va uni men Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. G'olibim aniqlandi kecha. Kechqurun biz aniqladik g'olibni. Agar shu ko'rmoqchi bo'lsangiz, agar Telegram kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Silkasi описаниеda bor. Demak bo'lmasa, bizni demak videomizni boshlaymiz. Unda ketdik bolalar. Like-lar bosamiz, obuna bo'lamiz. Agar shu videoda bo'lar qanday bo'lib bilmayman qanday yig'asizlar. Agar 500 ta like yig'ilsa agar kommentariyaga yozinglar nima qilishimiz yo bironta challenge bajaraman yoki bironta sizlar uchun sovg'a qilaman biron narsani. O'shanga demak boshladik unda. Let's go. Demak bo'la bo'lmasa mana IP'sini ko'rishingiz mumkin. Mana shu IP bilan kirishingiz mumkin bo'ladi. Imyasi demak ismi bo'ladi. Men uchun Suncraft farqi yo'q bo'ladi. San deb bo'lsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q bo'ladi. Okey, biz demak port обычный demak сохранить bosasizlar bo'ladi. Mana bu yerda demak bizni demak Suncraft serverimiz bor bo'ladi. O'zi 8 kishi o'ynayotgan ekan bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 8 kishi o'ynayotgan ekan. Mana soat 4:19. Demak let's go bo'lmasa unda sizlar bilan serverga kiramiz. Endi kirish kerak bo'ladi. Kutamiz bo'la mana serverga demak yaqin o'rinda kiryapti bo'la. Bilmayman, bironta montaj qo'shaymi yo'qmi, bilmayman. Mana sizlar bilan загрузка demak resursov ketyapti bo'la. Bizda esa shu shaderim bor, mana Solar shaderim Telegram kanalimda bor. Chunki bu YouTubegacha ham birgala nima ссылка tashlagandan ko'ra oddiy nima qilgan yaxshi. Telegramga bitta fayl bilan ishni oson qilgan yaxshi deb o'ylayman. Mana bo'la sizlar bilan serverga kirdik bo'la. Bizlar bilasizlar, bu yerda yangi rejim chiqdi. Men sizlarga va'da bergandim, что Suncraft serverda bo'la anarxiya rejimi qo'shiladi dedim. Sizlar kutdingizlar shu narsani. Bizlar ko'pincha to'g'risini aytsam, sizlar bilan faqat Grifter nima qildik, stream qildik, to'g'rimi? Eslaringizda bo'lsa agar, biz faqat sizlar bilan nima Grifter nima qildik bo'la. O'shanga demak bo'lmasa sizlar bilan demak anarxiya serverimizda demak obzor qilamiz bo'la. Anarxiya serverimiz bizani qani mana bo'la. Bu yerda demak Grifter 7 kishi o'ynayotgan ekan. Nimadan anarxiyada hech kim o'ynayotgan ekan. Yo'q, kechqurun bo'la. Bu versiyaga faqat bo'la anarxiyaga faqat 120 plus versiyasidan kirsa bo'ladi. Grif versiyasiga esa demak 1 versiyasidan kirsa bo'ladi. Demak bo'lsa let's go bo'la, let's go. O'zim men kirishim bilan boshqa odamlar ham kirsa lekin qo'yil qilaman, chunki kechqurun bo'la soat 4 kechasi ko'p kishi masalan nima desam ekan, masalan talabalar masalan kursga tayyorlanadi, o'quvga tayyorlanadi, ko'p kishi masalan maktab o'qiydigan bola she'r yodlaydi, masalan ertalab turib, endi rus tili she'r, masalan o'zbek tili she'rlar masalan yodlaydi-yu, keyin nima aytib beradi-da, esda yaxshi qolishi uchun. Sizlarga real bitta sovet bo'la, ertalab masalan turib masalan narsalarni yodlasangiz agar eslaringizga juda ham tezroq qoladi, chunki yoshligimda men shunaqa narsalarni ko'p qilganman. Ko'p she'r yodlagan maqsadim. Shu uchun she'r yodlanglar bo'la. Va nihoyat biz sizlar bilan mana serverga kirdik bo'la. Mana boshlanyapti. 10 keyin bo'la achishga bo'lagan serverda. Yaxshi demak. Mana serverga kirdik bo'la. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin demak. Nickimiz yozilgan, balansimiz yozilgan, qancha o'ldirishimiz va sayt, to'g'rimi? Bu kim ekan bo'la? Salom, brat, salom qilaysiz. Bu yerda nimagadir выберите действие. Bu yerda demak qanaqadir narsani ko'rishimiz mumkin ekan. Bu yerda bu demak teleporter ekan bo'la. Bu yerda demak server to'g'risida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda demak yordam joyi bor ekan. Manager par regionim. Bu yerda demak bir qancha regionlar bor ekan bo'la. Demak instruksiyani bosamiz, mana bu yerda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Endi rus tilini bilsangiz agar o'qishingiz mumkin bo'ladi. Demak bu yerda bo'la bu anarxiya server, конечно, bilasizlar bo'la va bu yerda almazli blok bor va 5 ga 5 eng oddiy bloklardan biri bu almazlik blok ekan bo'la. Ki almazli ruda bor ekan, bu 7 izumrudni o'ngga
10 va izumrud nurida 15 ga 15 bolalar va blok nezerita bolalar radius 20 ga 20 bor ekan. Yo'q, bola telefonimda zarar juda ham kam qolayotgan ekan. Kechda o'zi zarar juda ham kamroq turadi. Hozir 1 daqiqa demak, bam, zaryadkaga qo'yamiz va mana ajoyib. Okay. Yana nima bor ekan bu yerda? Demak, bu yerdan o'qish shart emas. Qiziq yo'q, chunki demak, bu yerda qanaqadir regionlar bor ekan. Bu yerda o'qishingiz mumkin. O'zingizning regioningiz yo'qsa, mana bu olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda regionlarimiz yo'q, chunki qaranglar, masalan, o'zlaringizga masalan region yasasizlarki, bu juda ham oddiy narsa. Bu oldiga kelasizlar, masalan, NPC ni oldiga kelasizlar bola. O'zlaringizga masalan setcom qilib uy yasaysizlar bola va buni bosgandan so'ng, mana bosasizlar bunday qilib, hozir kutamiz. Demak, pomosh privatim spesifik regionni bosasizlar va mana bu yerda sizlarning demak yasangan regionlaringiz paydo bo'ladi. Region juda ham oson bolalar. YouTube'da bir qancha videolar bor, qanday qilib o'zlaringizga privatni region qilish. Bu hammasi yerlarda bor. Keyin bu yerda demak uchastiv region. Demak, bu yerda masalan biron kishi sizni masalan regionga masalan qo'yishgan bo'lsa agar, o'sha regionda sizda ham nomingiz bo'ladi va bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi bolalar. Va yana nima narsani ko'rsak bo'ladi? Bu biz nima desak, bu xuddi bizning menejerimiz bolalar. Bundan bir qancha yordam olsak bo'ladi. Bu yerda teleport magazinga borsak bo'ladi, lekin biz ham men hozir hammasini bola oson qilmoqchi emasman. Men hammasini bola yugurib, demak, ko'rishim kerak. Shunday. Endi masalan, serverni ko'rgandan keyin masalan hamma joyga yugurish yoqmasa agar, shuni oldiga kelasizlar masalan, ko'rasizlar, "O, brat, salom, rahmat", demak, kirasizlar, bosasizlar va tepani bosasizlar bolalar. Okay, demak, mana sizlar bilan kirdik bolalar. Bu yerda hech qanaqa hozirchalik men sanduqlarni, bonuslarni ko'rmayapman bolalar. Hamma joy hozirchalik bo'sh. Bironta yangi, mana bu yerda yangi NPC ni ko'ryapmiz bolalar. Bu yerda qanaqadir bochkalar bor ekan. Bochkalar ochilmay ekan bola, bu spawn to'g'ri. Bu yerda qanaqadir brat bor ekanlar. Salom brat, qilaysiz? Bu nima ekan bu? Bu nima bu? Bitta narsani nima qilishimiz kerak bolalar? To'xtab turinglar, nastroyga kiramiz. Bu yerda menda bir narsa o'chirilgan ekan. Nimagadir men odamlarning ismini ko'rmayapman bolalar, yoqmayapti menga shu narsa. Nastroyga kiramiz. Mana bizlarda ham shunaqa bo'lsa, buni indirib chiqamiz. Nimagadir ism ko'rmayapti bolalar. Men ismini o'qimayapman nimagadir NPC'larni. NPC'lar ismi nimaga yo'q? Bor ekan mana. Nimagadir menda bug bo'lyapti. Chota ismini ko'rmayapman. Ism bo'lish kerak-da bular. Okay, demak bu yerda mir выберите мир ekan. Bu yerda demak mir выживания bor ekan. Mir выживания degani shu выживание, joyi. Va sunduq demak o'lim bolalar. Bu shunaqa bonus bolalar. Qancha masalan odam o'ldirsangiz agar, mana shu sizlarda demak sanduqlar bo'ladi. Hozirchalik serverda ishlamay yo'q, chunki hech kim yo'q bolalar, chunki hozir hamma uxlabdi bolalar, darsga tayyorlanyapti. Men ertalab darrov kirdim bolalar video olish uchun. Demak, mir выживания bosamiz bolalar va sizlar bilan demak biza randomli mirga tepa qilamiz bolalar. Mana sizlar bilan mana shunaqa joyga tushib qoldik bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Bu demak oddiy shunaqa выживать qiladigan joy bolalar. Oddiygina joy. Bu prosta masalan qaytish juda ham oson bolalar, qaytish qiyin emas. Prosta demak komandani bosasizlar bolalar, ochasizlar bolalar va komanda oddiy sizlarga demak yozishlaringiz kerak bo'ladi. Lobby deb yozasizlar bolalar va orqaga qaytasizlar. Nimagadir men освещение yo'qda bu yerda. RGB shuncha aytdim bolalar, masalan RGB klaviatura olinglar, chunki bola ham ko'rmayapti menga. Menga Wi-Fi qo'tyapti, menga internet qo'tyapti bolalar. Menga internet qo'tyapti. Internet sharmanda qilma meni. Bu yerda spawn deb yoziladi. Bola men kanalda o'rganibman-da. Demak, spawnga bolalar 7 sekunddan keyin nima demak tepa qilayotganmiz ham urin olmaymiz. Mana sizlar bilan demak biz spawnga qaytdik bolalar. Demak bu bizning teleporterimiz bo'ladi. Tushundingizlarmi? Demak bu bizning demak NPC'miz, demak bizga manager yordam beradigan NPC'miz. Buni kelib bosamiz. Bu yerdan qanaqadir yordam. Kelinglar masalan, qanaqa qilib ishlaykan. Teleport skupshik degan joy bor ekan. Buni bosamiz sizlar bilan. Demak kutishimiz kerak. Demak 7 sekund kutishimiz kerak ekan. Juda ham ko'p. 5 sekund bo'lganda ham normal edi. Skupshikimiz qanimiz? Mana skupshik bilasizlarmi nima bu? Bunga sizlar o'zlaringiz masalan yegan narsalaringizni hammasini sotishingiz mumkin bo'ladi. Bu sotib oluvchi hisoblanadi. Buni bosamiz sizlar bilan. Mana. Bu yerda narsalar yo'q. Nima sotib olsak bo'ladi bu yerdan? Kechqurun ishlamay ekan bolalar. Kechqurun chota o'chirilgan. 24 ga 7 ishlamaydimi server? Qanday ishlaydi bu? Tushunmayapman. Nima qilishim kerak? Shamollab shekilli. Открытие menyu. Nima qilishim kerak men? Bug bilim. Demak, obzorimizda davom etamiz. Demak, okay, bu yerda nima bor ekan yana? Bu yerda qanaqadir nimalar bor ekan bola? Bu donatlarmi deyman-da, to'g'rimi?
Bu demak donatlarda. Bu yerda demak atmochkalar kerak, ochadigan kalitlar kerak bo'ladi. Bu kalitlarni sizlardan mistiklardan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mistiklar har kuni bo'ladi bo'ladi. Shunday bularga qatnashib, demak narsalarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Va mana bizning bloklarimiz bo'ladi. Mana buni serverda kirib ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir menyuda mana bu yerda o'qidik va u yerda demak eng oddiysi mana olmozli blokimiz edi. Bu yerda demak olmozli rudamiz, olmoz izumrudni demak blokimiz, rudamiz va nezaritoy bo'ladi 20 ga 20 bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi qanchalik katta? Bu yerda yana NPC'lar bormi? Men bilasizlarmi nima? O'ta bir nima chet joydan kelgan odamga o'xshab hamma joyni ko'rib chiqyapman bo'lib. Shunday. Okey, endi birinchi marta kelyapman-da. Reallan bir ikki marta kirdim bo'ladi, lekin qaytib chiqdim chunki nima bo'ldi-da, mom bo'ldi. Okey, demak bu yerda nima bor ekan? O, bu yerda qanaqadir keyslar bor ekan. Animatsiyali keyslar bo'ladi. Qaranglar, bular bilan ko'zi bor ekan. Uni bossak bo'ladimi? Demak, bular sotib olish kerak ekan. Demak, dana sayti описаниеda bo'ladi agar kimgadir kerak bo'lsa agar. Demak, yana bosamiz bo'ladi. O, bu ham demak qanaqadir keys bilan o'chilar ekan bo'ladi. Animatsiyani qaranglar bo'ladi. Juda ham zo'r qilingan, ha. Juda ham zo'r ishlangan. O, buni qaranglar bo'ladi. Mana bu yerda qanaqadir demak tugmachalarimi, narsachalari bo'ladi, qimirlayotgan qanaqadir ichimlik keys ekan bu. Bu qanaqadir keyslar shu ekan bo'ladi, открыт keys. Menda keys yo'q. Qaranglar bo'ladi. Agar shu videomizda qancha like masalan, agar shu videomizda sizlar bilan 200 ta like yig'sa agar yana bir marta mana shu serverda bo'ladi 10 ta donat keys bo'ladi ochaman. Yoki 100 ta donat keys. Yoki mana shu serverni men boshlig'ini chaqiraman videoga va o'sha bilan birgalikda video olamiz. 200 ta like yig'inglar bo'ladi, men sizlarga o'zim nima zo'r bitta video qilaman. O'shanga likelar bo'lsinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Qancha likeimiz ko'p bo'lsa, shuncha menga motivatsiya bo'ladi. Okey, davom etamiz bo'ladi. Demak, bu yerda demak keyslarni ko'rdik. Demak, keyslarimiz juda ham ko'p ekan. O, bu nima ekan bo'ladi? Mana dediki, salom. Buni bilasizlarmi bo'ladi? Buni ham serverda, buni ham donat olish kerak ekan. Tekin yo'qmi bironta? Bironta oddiysi yo'qmi? Besplatni yo'qmi bironta donatlarmi? Okey, nima bor ekan? Покупай редкие предметы за монеты, листай товары. Demak, bu yerda biz narsa olishimiz mumkin ekan. Magazin ekan. Magazin tushunasizlar, nimalar. Okey, bosamiz. O, mana. Игровой magazin bor ekan bu yerda, demak o'zlaringiz xohlagan narsalarni demak sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu игровой magazin bu yerda eng zo'r narsa olishlaringiz mumkin bo'ladi. Kerakli bo'lgan narsalarni boshqa joydan yerdan topa olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda demak donatda demak sizlar nezaritoy narsa olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu demak serverda demak o'zini donat nimasi bor ekan, balansi Aurini deb atalar ekan. Juda ham zo'r. Boshqa magazin narsalar yo'qmi? Kitoblarmi, bunaqa narsalar yo'qmi bu yerda? Просто tinch nima kerak edi? Portlatish uchun kerak, lekin bizga magazin kerak edi, oddiy. Bu yerda skupshik. Oddiy magazin yo'qmi bolalar? Oddiy magazin berginglar menga. Okey, yana nima bor ekan? Demak, biz pastga qarab tushib ketyapmiz bola. Spawn juda ham katta ekan bola. Mana ko'rayotganingizdek, spawn o'ta katta bola. O, mana sizlar bilan demak o'zimizni demak qadrdon joyga yetib boryapmiz. Bu yerda demak auksion jigarimiz bor ekan. Salom. Auksionga narsalar qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana o'yinchilar mana o'yinda qanaqadir narsalarni qo'yishgan bola. Anarxiya serveri bola menga aytishdiki 0 dan qilingan bola. Real 0 dan qurilgan bu. Shu uchun shunday. Demak, bularni qaraymiz bola. Alximiy degan jo'ra do'stimiz bor ekan bizani, jo'ramizning do'stimizning farqi yo'q. Qasasi bu yerda demak alximiydan biz narsamiz olishimiz mumkin va sotishimiz, xarid qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar shu server to'g'risida bir qancha videolar qilmoqchi bo'lishimni xohlasangiz, agar mana shu narsalar alximiy degan narsani o'tishim mumkin bo'ladi. Bu yerda zelya qilishimiz mumkin u yordamda. Demak, bu yerda narsalarni qo'yasizlar va mana bosasizlar, u zelyani qiladi bola. Lekin biz uchun 3000 ta dollar kerak, menda bir tiram yo'q. Kuzinsimiz bor ekan. Bu demak secretni craft. Qanday qilib masalan yashirin craftlarni qilmoqchi bo'lsangiz agar shuni oldiga kelasizlar va bu yerdan sizlar reseptlarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'z opitlar, totemlar bor ekan. Keling, totemni mana ko'ramiz sizlar bilan. Demak, totemni yaratish mamnun ekan bo'ladi. Demak, bizga baliq kerak ekan va demak bu yerda demak 1 2 3 4 5 6 7 8 ta demak nima oltin blok kerak ekan va sizlar totem qila olagansizlar. Versakda-da. Shunday. Yana nima bor ekan? Bu yerda demak tinti qilishlaringiz mumkin. Tire black nima deyiladi bu? Tire white ekan bo'ladi. Mana bunday craftlarni ko'rib o'qishingiz mumkin ekan. Juda ham zo'r. Yana bo'ladi bu yerda nimamiz ham bor ekan? Donat magazinimiz ham bor ekan. O, bu yerda demak eng zo'r va eng qimmatli narsalar va eng kerakli narsalar olishlaringiz mumkin bo'ladi. Lekin bular donat magazinda joylashgan juda ham chiroyli dizaynda qilingan bo'ladi. Wow. Wow, realmente juda ham zo'r qilingan. Menga juda ham yoqyapti.
Alxemikimiz bor ekan, alxemikni biz ko'rdik sizlar bilan. Bu yerda demak zela qilishimiz mumkin bo'ladi yoki bundan xarid qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hali demak do'konchimiz kelmagan. Kelinglar bo'lmasa o'zimiz demak do'konchi bo'lib ishlaymiz bo'llar. Hammaga salom bo'llar. Like'lar sotamiz, like'lar kelinglar, like'lar sotamiz yoki Roblox sotamiz. Shunday. Qisqasi okey. Bu yerda demak bizning top o'yinchilar bor ekan bo'llar. Bu yerda demak top o'ldirganlar bor ekan, 20 kishini o'ldiribdi biratimiz. Sizlar ham agar zo'r nima o'ldiruvchi bo'lsangiz agar kelinglar bo'llar, killer bo'lsangiz agar mana shu yerda birinchi o'rin bo'lishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda men demak 13 ta blok qo'ygan ekanman. Bu yerda eng blok ko'p uy qurganlar endi menimcha shunday. Bu yerda bo'llar eng zo'r fanatlar, tipa ko'p odamlar o'ynagan mana shu serverda mana shunday. Bu yerda bola kema ham bor ekan. Bu Jack Farabeyni bola kemasimi deyman-da. Bu kemani qaranglar bola chiroyligini. Yo bola. Agar Jack Farabeyni bola nimasini kinosini oxirigacha 5-qismgacha ko'rgan bo'lsangiz, agar kommentariyada bola qarmoq deb yozinglar. yoki ilgakmi qisasi. Endi nima desam ekan. Dengizga bironta loyiqli bironta so'z yozinglar bola. Juda ham chiroyli so'z bo'lsa, men o'shani bilib like bo'lsa men kommentariyazga. Qanaqadir brat bor ekanlar bo'llar, soat 4 da brat kirdilar serga. Nima qilyapsiz brat? Uxlang borib, uxlang ish yo'qmi? Birov o'ynayotgan ekanlar. Okey. Serda demak ribakimiz bor ekan. Bu yerda demak biza demak qarmoq sotib olishimiz mumkin bo'ladi va baliqlarni sotishimiz mumkin bo'ladi unga, to'g'rimi? Va 1000 ta ekan bo'llar, zo'r. Agar sizlar mana shunaqa baliq demak topib olsangiz agar yo tutib olsangiz agar, iglabrux degan nimani ishlaydigan baliq bor. O'shanga demak topib olsangiz sizlarga bir qancha pul berishar ekan. Bu yerda demak bizani demak dastlashenya bu etap demak joyimiz bor ekan. Bu yerda demak sizlar nima bu yerda? Система достижения твой путь к успеху прокачать выполнять задачи получать. Bu questlar ekan bo'llar. Bizda questlar ham bor ekan. Qaranglar, bu первый прыжок. Demak bu yerda biza совершите свой первый прыжок. Qaranglar bo'llar, bu oddiy zo'r va qiziqarli questlar. Endi ChatGPT kirib tarjima qilasizlar bilmayman. Bu yerda men первый прыжок degani bir marta sakrash kerak. Men уже bir marta sakradim masalan, men o'zim birinchi bir pulim olishim mumkin bo'ladi bo'llar. Buni qilasizlar va sakraysizlar va sizlar o'zlaringizdan demak pullarni olasizlar bo'llar. Men buni qilib demak let's go. Yana bormi biror narsa? Yana bironta questlar bormi? Nima bu questni kelinglar hammasini ko'ramiz. Men void охотник degan bir ovchilik bor ekan mana. Demak o'ynagan, demak qanday qilib o'ynash bo'ladi, necha daqiqa o'ynaganingni ko'rish mumkin ekan. Endi nima yozilgan bu yerda? Bo'lsa progress ham Vay bo'lgandan keyin hammasi demak yangilanar ekan. Xo'p. Железный коллекционер. Bu yerda demak hamma nimalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Daraxt sindirish, mana. Короче, challengelarni o'qiysizlar bo'llar, hammasini bajarasizlar va sizlar bo'ysizlar. Bu yerda qanaqadir bo'llar sekretni joy bor ekan. Menda fly yo'qda, fly bo'lganda edi. Lekin yo'q, harakat qildik bo'llar, qo'ldan kelgancha o'tdim. Men oppa demak, harakat sakraymiz yana. Yo'q, udalar yo'q, bo'la ozginagina qoldi. Yo'q, men shu parkurni o'taman bo'llar. Men shu parkurni o'taman va oxirgacha demak yetib boraman. Meni maqsadim. Nima bor ekan u yerda? Shuncha harakatim bekordan bekor bo'lmasa kerak-ku, to'g'rimi? Demak, mana o'tib olamiz sizlar bilan. Demak, let's go qotmada. Let's go. Demak, o'tib olamiz mana qilib, o'tib olamiz mana qilib, o'tib olamiz sizda. Demak, bo'l o'tmoqchi bo'lsangiz agar demak yugurib kelamiz va qaytib bo'la, qaytib. Serverda kechqurun kim kirar ekan? Yo'q. Uxlash kerak bo'la. Kechqurun bo'la bunaqa narsa qilmanglar bo'la. Uxlash kerak, chunki sog'liq birinchi o'rinda doim. Menga o'xshab kechqurunlari turib bunaqa video olish bu kerak emas bo'la. Undan ko'ra kechqurunlari ertalablari turib kitob o'qinglar bo'la. Shunday. Yaxshi bo'lgan narsa bilan shug'ullaninglar. Shunday. Bo'lmaydigan narsalar bilan shug'ullanishda foyda yo'q. Okay, demak let's go. Yana bir marta sakraymiz. Yaxshi. Demak yana bir marta. Yana bir marta va endi oxirgisi qoldi. Bu o'zi sakrab o'tib bo'ladi yo bilmayman bo'llar. Va davay bo'la. Zo'r. Okay, demak sizlar bilan ko'tarilamiz tepaga va bu yerda nima bor ekan? Bu yerda qanaqadir bo'la labirintmi bu demak. Tepaga biz sizlar bilan chiqib olishimiz kerak. Demak, sekinlik bilan yiqilib tushdimmi men? Sekinlik bilan chiqib olamiz, mana qilib chiqib olamiz. Demak, mana bo'la yanami? Juda ham ko'p bu bo'la. Demak, chiqib olamiz, mana qilib. Nay. Demak, sekinlik bilan qanchalik tepa bo'lsa kerak bu.
Shuncha tepa chiqamiz, bola foydasi bor ekan buni chiqishimiz. O, xayriyat, lesnisi bor ekan bolalar. O'zbeklarning qisasi. Nima bor ekan? Hech nima yo'q edi bu yerda. Men shunchaki kelib ketdimmi? Agar serverda bo'ladi, demak spawnni bosamiz, sizlar bilan spawn deb yozamiz. Va ozgina kutamiz sizlar bilan. Let's go. Agar biror narsani unutgan bo'lsam, agar yozib qoldiringlar kommentariyada, brat, mana shu narsani unutdingiz serverda deb. Nima hozir uyqum yomon kelyapti bolalar, shuning uchun uxlab olamiz bugun. Agar shu videoda, demak, serverda video bo'lishini xohlasangiz, agar ko'proq layklar bosing, obuna bo'linglar. Qancha laykimiz ko'p bo'lsa, menga shuncha motivatsiya ko'proq bo'ladi. Amaga xayr unda, demak, let's go bo'lmasa, sog' bo'lasizlar, omad bolalar. Demak, challenge'imizni unutmanglar. Agar 200 layk yig'ilsa, men mana shu serverda 10 ta netcase ochaman yoki 100 ta bola yoki bironta do'stimni chaqiraman yoki Kayzoni chaqiraman kerak bo'lsa. Qarochi, layklar yig'inglar bolalar. Qancha laykimiz ko'p bo'lsa, shuncha demak motivatsiya menga katta bo'ladi. Let's go bo'lmasa, menga xayr, sog' bo'lasizlar, omad bo'lasizlar.